Assalomu alaykum. Mana bizda hozir eng tarixiy muzeylardan miloddan avvalgi 212-yilda bunyod etilgan Xitoyning birinchi imperatori Yang Qingguangga keldik. 我跟大家说一下来这边，我们先看看这个照片吧，来配一下，往这边配一下，看秦始皇大雕像。 armiyasi bilan ta'minlangan 雕像 haykallar 旁边 bilan 就是华尔兹的地方了。 juda 如 katta 果你在这边的 armiyani 话，不想就是 birgalikda ko'p 不导 yuborgan 出 deb 来，想 eshitganmiz, 自己参 o'qiganmiz, 观 ko'rganmiz, 的话， kinolarda 这 ham. 个秦始皇大雕像了，看秦始皇大雕像。 Kuzatib boring, sizlarga hozir haykallarni qo'yib ko'rsatamiz. Keldik. Muzeyga keldik. Muzeyda juda katta mana shunday haykalchalar bor ekan. Haykallar, odam haykallari hammasi terilgan, butunlari qolganlari bularni ustini ko'mib yuborgan. Ya'ni mana shunday tik turgan holatda haykal bo'lgan. Endi bu imperator narigi dunyoda ham mana shu qo'shini bilan o'tmoqchi bo'lgan. Shunaqa frazalar bo'lgan. Hammasi bir-biriga o'xshamaydi. Hammasi boshqa odamlar. Mana bu yerda haykallar sinib yotibdi. 出来了，按背上，先出去嘛。 Otlargacha bor, otlarigacha bor bu yerda hammasi. Bu haykalning qurish jarayoni, ya'ni mana shu haykalni qanday yasagan va shuncha yillar davomida miloddan avvalgi 200-yil yasagan bo'lsa, o'sha davrdan beri saqlanib qolgandi siri bu yerda. Qanday yasalgan, birinchi ichki qismini karkas, usti qismini yasalgan, keyin bularni hammasini pechda pishirgan. Bular har bitta imperator, har bitta askar uchun bittadan yasalgan. Chunki ularda har bir qo'li, yuzi farq qiladi bir-biridan. Umuman farq qiladi. Mana shu haykallarni yasash bosqichlari, ya'ni birinchi oyoqlardan boshlab yasagan, oyoqlarni yasagan, keyin tuzilishi, ya'ni tana ko'rinishini yasagan, tana ko'rinishlarini yasab, yuzini alohida haykaltaroshni yasagan. Mana har bitta detallar, har bitta yuzi alohida urg'u berilgan. Bu har bitta jangchining yuzlari, bosh qismi alohida va sovutlari alohida. Har bitta jangchi, zirhchi, qo'mondon har bittasi alohida nima deydi? Yoritib o'tilgan. Mana bu yerda qarasangiz 950 gradus, 1000 gradusgacha mana shu haykallar pishirilgan, mana shu pechda. Alloh pishirib mana shunday ko'rinishga olib kelgan. Mana shu avval mana shunday ko'rinishda bo'lgan, yillar davomida bu tuproq tagida qolib ketgan. Va keyinchalik mana shular hozirgi kunda qazib olib ko'rgazma qilib tarixda muhrlagan. Mana birinchi topilganda qanday ko'rinishga ega bo'lgan. Ya'ni otni yotgan holati. Mana bular mana shunday holatda topilgan. Mana bu ishlar ya'ni qayta ishlovlar berilgan, topilgan arxeologik materiallar hammasi ish jarayoni mana shunday olib borilgan. Juda katta muzey.